papmazok bo'ladi. Bu выделениyadan boshqa narsa tushmaydi. O'sha paytda mana shunaqa yiring kelib yotgan bo'lsa, balkim shunaqa rezultat bergan bo'lishi mumkin. Bachadon bo'ynida hech qanaqa xavfli narsa yo'q. Mana bizmalignizatsiya degan hattoki displaziya yo'q. Mana ham o'sha kuni papmazokingiz yomon chiqqani uchun oldik. Atak sheykingiz bachadon bo'ynida bir gistologiya oladigan holatni o'zi yo'q edi. Даже displaziya, даже nomiga ham endi servitsit yo'q edi. Prosta baribir biz nimadan gumon qildik? Servikalniy kanalda muammo bo'lgan bo'lishi mumkin deb biz oldik buni o'sha papmazokingiz yomon chiqqani uchun. Endi papmazok degani o'z oti bilan mazok. Выделениyadan boshqa narsa tushmaydi dedi. Epitelli bitta-ikkita tushishi mumkin. Endi bu o'sha sizdagi to'qimani olib tekshiryapti. Men bu nomer chetdagi nomeri bor. Men kopiya qilganingizda o'chib ketdi, bu yoqda turibdi. Arxivda 100 yilgacha saqlanadi. Davlatning joyi bu. Bu 100% ishonchli usul, top-toza. Bachadon bo'ynida hech qanaqa xirurgik ishlashga показания yo'q. Ko'nglingizni xotirjam qiling, bitta chiroyli cheyni qilib beraman, xo'p? Bo'ldi.